Assalomu alaykum avtoloyiha kuzatuvchilari. O'zbekistonda keng muhokamalarga sabab bo'ladigan avtomashinamiz Haval H9 tog'li zonaga, shahar ichiga, uzoq yo'llarga bittada tushib ketaveradigan mashinamiz 7000 km yurgan 2025 slipoy zona 260 kamerasi bor. Buni ko'pchilik qidirib yurgan ekan. Bitta o'zimizning Jizzaxga kelib qoldi mana sotuvga. Agar barter xizmati mashinani kattalashtiraman deganlarga ham yaxshi variant. Barter xizmati ham bor, variant ham bor minuvchilarga. Buni qarang. Orqada klimat kontrollari, 7000 taligi juda ham bahaybat. Men oldida turibman, men bu yerda yo'q bo'lib qoldim. Yo'q bo'lib qoldim bu mashinani oldida. Shunaqa bahaybat H9 Haval. Nexon balonlari bor. Orqa ko'rinishlarini qarang, poliklariga bitta baho. Oldida sidina massajlari bor, abduf, abagref, hamma funksiyasi bor. Klimat kontrol, bu navorotni sanab bera olmayman sizlarga. To'g'risi o'zim ko'p navorotini hali tushunganim yo'q. Boshqacha mashina ekan. Xo'sh, buni puliga kelsak, 9500 dollarga qo'ydik. Ulgurib qolinglar. Mashinasini kattalashtiraman deganlar, tog'larga, uzoq yo'llarga minaman deganlar uchun juda katta mashinamizda 39500 ga 7000 probeg 2025 past raqamlar qoldiramiz, kelib ko'rib olib ketishlaring mumkin. Nomlaringga bitta dafon bo'ladi. Variant naqd barter xizmati ham mavjud.